Assalomu alaykum. Namangan viloyati Kosonsoyga yetib keldik. Mana shu joyga 1.30 lik pechkamizni ustanovkasiga keldik. Inshaalloh mana shu joyga chiroyli holatda o'rnatib beramiz. Devori qalinligi 2,5 g'ish. Pechkamiz kraskalangan 1.30 lik sifatli yaxshi pechkalardan. Ishlarimizni ketadigan barcha materiallar olib kelganmiz. Bitganda bir qator ko'rib baho berib qo'yasizlar. Xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab barcha mahsulotlar ichida o'zimiz olib borib chiroyli holatda o'rnatib beramiz. Pechkamizni ham qurib bitirdik. Kraskalangan 1.30 lik pechka. Pechkamizni oldi ko'rinishi kulxonasi. Bu o't yoqadigan joy, setkasi bor, solib beramiz. Bu duxovka birinchisi, bu ikkinchisi. Oldida ikkita duxovkasi, orqada bitta duxovkasi bo'ladi. Bu tunika mo'rlari almashadigan chiqadi. Tepalariga tunikalardan qo'yib berganmiz. G'ishti teshiklari ko'rinmaydi. Sifatli, chiroyli, artib ishlatganda ham yaltillab turaveradigan holat bo'ladi. G'ishlarimizni shoflariga bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Ishimiz yoqsa bemalol murojaat qila olasizlar. Pechkamizni tag qismlari bu yerga ham shu tunika qo'yilgan 1 sm bukib qo'yganmiz. Bu yerga o'tin ko'mir solganda tushib ketish ehtimollari bor. O'shanda g'ishti burchagini sindirib qo'ymasligiga bular 1 sm bukib qo'yilgan. Mana shu holatda bitirib berdik. Pechkamiz orqa ko'rinishi, ya'ni mo'rning orqa tomoni bu. Bu yog'i pechkamiz o'sha orqa tomoni. Orqada bitta duxovkasi bo'ladi, oldida ikkita. O't aylanib chiqib ketish zigzaglarning hisobiga. Shoflarimizga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab barcha mahsulotlari ichida o'zimiz olib borib, chiroyli holatda o'rnatib beramiz. Narxlari albatta kelishilgan holda. Pechkalarimizni har xil razmerlari bor. 97 cm, 1.5, 1.26, 1.30, 1.35, oldi o'choqlik, o'choqsiz, lisi qalin, mustahkami, yuqorog'i har xilidan bor. Bemalol murojaat qila olasizlar. Inshaalloh go'zal holatda o'rnatib beramiz.